Hem tövendeki babda İmam Buxariy rahmetullahi aleyh xübden namazıdan keyin gapsetip o'ltirish makruh deydi. 599 numaralı hadis İmam Buxariy rahmetullahi aleyh bizga Musaddad hadis so'zlab bergan deydi. Musaddad deydi bizga Yahya hadis so'zlab bergan. Yahya deydi bizga Avf hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Avf deydi bizga Abul Minhal hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Abul Minhal deydi hamda men dadam bilan Abi Barzatul Aslamiyninki huzuriga borgan edim. Onunğa dadam dediki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farz namazlarını qanday o'qiydi deb bergan dedi. Balasini elib ilm ilish uchun beryapti-da so'rab. Bu kishi dediki Abi Barzatul Aslami Rasululloh peshim namozda sizlar buni birinchi namoz deb chaqirsizlar. Ma quyosh sal moyil bo'lganda o'qiydi. Asrni o'qiydi dedi. Bizning birimiz Madinaning xili yiroq yerlarga berib qaytib kelsa, quyoshda tik o'ttamgan holatda mana shunchalik orliq bor vaqtda o'qiydi dedi. Ham Shomimizda nima deganligini unutib qoldim dedi bu ravi. Dediki, xuftan namozining kechiktirilib o'qilishini yaxshi ko'radi. Xuftandan burun uxlashni yoqtirmaydi, xuftandan keyin gapirib o'tirishni yoqtirmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunday namozda dedi. Qaytqa vaqtida bizning birimiz o'zining hamroyini toniy oladi. 60 dan 100gacha oyat o'qiydi. Ya'ni 60 dan 100gacha oyatni o'qib bo'lib namoz tugaydi-da, namoz tugandan keyin yendik odamlarni toniy olgandek holatda Rasululloh namozdan qaytadi dedi. Bu hadisniki boshda biz shariatni bir oz deb o'tgan. Bu yerda biz qaytilmaymiz.